Umaqsa oğdaşlar, bugünkü hikayemiz Aql ve Göher. Ötken zamanda bir puldar, koçida bir adamning aqlim var, pulum yo'q. Pulum bo'lsa, gul keltiretdim deb billik ovoz bilan vaqirab ketayotganligini ko'ribdi. Bay buningga hayron bo'pti-da, u odamdan "Son qancha pul kerak?" deb so'rabdi. "Menga 500 tanga lozim" debdi heliq odam. Bay darhol uningga 500 tanga beribdi. Lekin bay o'z ko'nglida taajjublanib, u odamning pulni nimaga ishlatadiganligini bilmoqchi bo'lib, o'zining xizmatkorini uning orqasiga silib qo'yibdi. Xizmatkor heliq odamning keynidan bilindirmay bayqab mangibdi. U odam bozorga berib 500 tanganing hammasiga qo'noq shig'isi olib, shahni eshak kira qilib, shaharning sirtiga ilib mangibdi. Qash qaraydigan chog'da dengiz bo'yiga yetib kelibdi. Qo'noq shig'ini 4 yerga bo'lib, uningga o't yoqib, kul dövisiga aylantiribdi. Buni ko'rgan bayning xizmatkori hayron bo'lgan holda tezlik bilan bu yerdan qaytib, ahvolni bayga ma'lum qildi. Bay "Endi 500 tanganing quruq qolgan bo'ldim" deb g'amga cho'kibdi. Aslida suv qalalari kechasi dengizdan go'harni tishlab chiqib, qayerda egiz don bo'lsa, shu yerga qo'yib, go'harning yo'riqida o'tlab, tong atarga yaqin yana go'harni tishlab dengizga kirib ketar ekan. Heyliq odam bu sirni uqib olgan ekan. U uzundan buyon bu go'harlarni qanday qilib qo'lga tushirishni o'ylab, yuqoriga chorini topgan ekan. Shunga u bu kechasi g'animat bilib, abjillik bilan o'zini dag'diga ilib, ma'rilab o'tiribdi. Suv qalalari bu kechimi odati bo'yicha dengizdan go'harlarni tishlab chiqib, kul dövlarining ustiga qo'yibdi. Afsuski, go'harlar kul dövlarining ostiga cho'kib ketibdi. Burunqidek yo'riqlik berolmabdi. Shunda qilib, suv qalalari kecha dengizdagi go'harlarni bir-birlab to'shib kul dövlariga aralashtirib o'tib, o'tli olmay dengizga kirib ketibdi. O'z maqsadining ishga oshganligidan xushallangan bu odam tong atganda kul dövisi ostidagi go'harlarning hammasini yig'ib, tag'arga qachlab eshakka ortib, shaharga qaytib kelibdi. Va 500 tanga qarz bergan heliq bayni debib, uningga bir necha dona go'har berib, uni to'liq rozi qildi. Shundan keyin bu odam katta bayga aylanib, umrining oxirini baxtli o'tkazibdi. Aytishlarga qaraganda, pul topqichi aql top degan maqol tamsil shuningdan qolgan ekan. Yakan xalq cho'chakli